Maymunga asal shirinligini tushuntira olmaysan. Xuddi shunaqa insonga ham misol biz qilib beradigan ishni tushuntirish qiyin bo'lib ketadi ba'zi bir holatda. Bugun ko'rib qolgan shu videoni bunday chaqdim. Haqiqatda tushuntirishga urinaveramiz-ku. Tushuntirishga urinaveramiz. Ya to'xtash kerak. Tushunadigan inson o'z bitta gapi bilan tushunar. O'zi tushunmaydigan insonga qiymat bersang ham foydasi yo'q. Sen nima qilib berishsan, nima holat, qanaqa holat. Ba'zi bir shunaqa klientlarga uchrab qolamiz, bilmaydi. Unga qanchalik zo'r effekt berganimizni, zo'r qurilish zo'r chiqqanini, pulim ko'p ketdi deb o'yladi. Xolos, xuddi men o'yimga ketganda. Pul. Budjetni qilgan taqdiringizni ham ertasiga qurilish xizmat qilish kerak degan tushunchani tushuntiraman. Tushunadigan mayli deydi, tushunmaydigan siz qimmat akasi deydi. Lekin bu yerda har bir yil qurilish yangilanmaydi. 3 yil, 5 yil, 10 yilgacha xizmat qiladi. Biz shuni tarafdorimiz. Hamma mijozga. Men o'zimning prinsiplarim bor, qobug'im bor. O'sha qobug'dan chiqmagan holatda ish qilaman. Ya'ni doim sifatni mijozga talqat qilaman. Sifatli narsa qo'yish taklif beraman. Variant doim bo'ladi, lekin sifatga ta'sir qilmagan holatda ko'pincha holatda variant beraman.